Ibodatlarimizga quvvat bo'ladigan 3 xil nachinkali somsa tayyorlaymiz. Nachinkali xohishga qarab, menda bugun go'shtli, tovuqli va shampinyon qo'ziq o'rnidan somsa bo'ladi. Somsalarimiz ideal chiqishi uchun xamirimiz ideal bo'lishi kerak. Ramazon oyida vaqtimni tejab, men muzani tayyor xamirlardan foydalandim. Xamirni zvalachalarga bo'lib chiqamiz va ichkaridan tashqariga qarab nachinkadan solib tugib olamiz va shpashkaga xuddi shashlikka o'xshab terib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'idan surtib, qunjit sepib chiqamiz. Oldindan qizdirib qo'yilgan duxovkada 192 gradusda pishirib olamiz. Somsalarni mehmondorchilik uchun, iftorlik uchun yoki oilada o'zingiz uchun ham tayyorlashingiz mumkin. Har qanaqa holatda ham duo olishingiz aniq. Siz ham bir marta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha.